Sizlarga men bir murojaat bilan chiqqanim. Bir ota nolasi deb chiqdim. Shu vaqtgacha keldim, shu yergacha keldim. Shu o'g'limni oyoqqa qo'yish uchun Hindistongacha keldim. Juda ham ko'p odamga murojaat qildim. Mana u qo'limdagi emirti javoblari. Ilojim sizlarga murojaat qildim. Iltimos qildim. 5 ming bo'lsa tashlaydi, 10 ming bo'lsa beringlar dedim. Shu o'g'limni oyoqqa qo'yib ketay deb murojaat qildim sizlarga. Shunchalar ham befarq bo'lasizlarmi, akalar, opalar? 5 ming, 10 ming qayda qolmaydi? Shu yerga davolanishimiz uchun odamlardan yalinyapman, iltimos qilyapman. Iltimoslardan befarq bo'lmanglar. Şu oğlum sizler mutfağın şurada yürüp çıkıp gitsin, yürüp bağırsın. Özür dilerim.